أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأزواجه داعين إلى صراط مستقيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aziz musulmonlar, aziz o'rtoqlar, kerak hammamiz o'zbekcha tilda alhamdulillah bilamiz. Ozgina maqsad ma'nosini o'zimizga ma'nosini bilamiz. O'zbekcha mana qilish bizlarga yaxshi bo'ladi. O'zbekchani bilasizlar aka? Sizlarga birinchi shuni aytamanki, sizlarga shu payg'ambarimizning sunnati sizlarga muborak bo'lsin. Barakat Alloh sizlarga bersin. Bu payg'ambarimizning sunnati. Sunnat nimani aytadilar? Har narsani payg'ambarimiz qilibdi. Har narsani payg'ambarimiz o'ziga shuni bir narsani aytadilar, kultura. Kultura ruscha tilmina, arabcha tilmina sunnat aytadilar. Payg'ambarimizning yeyishi bor, payg'ambarimizning ichishi bor, payg'ambarimizning kiyishi bor. Payg'ambarimiz qanoqa o'tiribdi, qanoqa payg'ambarimiz yeyibdi, qanoqa ichibdi, qanoqa harakat qilibdi. Shuni ulamolar kitoblarga yozibdilarki, biron odamni hayotga va tarixga payg'ambarimiz bilan yozgan yo'qdilar. Hech kimni. Nimachi? Tug'ilgan vaqtiga, to o'lgan vaqtiga hamma kun payg'ambarimizning hayotini yozganlar. Biron odam bunaqa odam yo'q hayotga. Biron imperatormi, bu odam podshohmi, bu odam maqsad bu dunyoga kattami, bu odam kichkinami, faqirmi, maqsad inson bagatimi, qanoqa bori yo'q. Biron odam Hazrati Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam bilan bunaqa odam yo'qki, tug'ilgan vaqtiga, o'lgan vaqtiga tarixga yozgan odam bunaqa odam yo'q. Bu tolka kim bor? Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. Shu payg'ambar nima ish qildilar? Shu payg'ambar nimaga bizlarga amr qildilar? Yo bizlarga aytadiki, bu ishni qilmayna. Buni aytadilar sunnat. Sunnat shu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu hadisga rivoyat qilibdilarki, men 4 narsani o'zimga oldim. Bu 4 narsa meni sunnatim yo'q. Bu hamma payg'ambarning sunnati. Hamma payg'ambarlarning sunnati bu 4 narsa. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahoba so'raydiki, yo Rasululloh, bu 4 narsa nimamiki hamma payg'ambarlarga bizlarga sunnat qo'yibdi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilarki, birinchi narsa payg'ambarlar bizlarga olib keldi, bu nikoh. Nikoh bu payg'ambarimizning sunnati yo'q, hamma payg'ambarning sunnati. Odam alayhisolatu vasallam, Ibrohim Xalilur Rahmon, Nuh alayhisolatu vasallam, hamma payg'ambar juda ham ko'p kelgan, hammasini kulturasi, sunnati shu ediki, xotin olish, oila qilish. Xotin olish, oila qilish bu hamma payg'ambarning sunnati. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham bu hadisga ishorat qildilarki, men ham shu sunnatni yaxshi ko'raman. Ikkinchi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytibdilarki, tatyib nimani aytadilar? Duxini aytadilar. Har odam yaxshi yeddi, yaxshi ko'radi. Payg'ambarimiz aytibdilarki, birinchi xotin olish, ikkinchi yaxshi hid, bu hamma payg'ambarning sunnati. Birinchi odam qancha vaqt toza bo'ladi? Qancha vaqt tohir bo'ladi? Xotini bo'lgan vaqtiga. Qancha vaqt odam toza bo'ladi? Yo xotini turmushi bo'lgan vaqtiga. Xotinni turmushi yo'q, erkakning xotini yo'q, bu odamning holi iymoni yarmi yo'q. Buni Qur'on aytadi. Kimni to'ldiradi? Kimni komil qiladi? Kimga tohir qiladi? Erkakni xotin qiladi, xotinni erkak qiladi. Bu ikkolasini o'zini obod qiladilar, komil qiladilar, bu bizlarlar. Bu kunlarga ham shu. Ko'p odamlarning yomon xotini bor. Ko'p xotinlarning yomon turmushi bor. Bo'lmaydi. Iymonga yetadi. Amalga yetadi. Islomimizga yetadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunoq ishora qildilarki, at-tayyibina lit-tayyibat. Halol erkaklar, halol xotinlarni olinglar. Chiroyli erkaklar, chiroyli xotinlarni olinglar.
musulmon erkaklar musulmon xotin olinglar. Yo bir yo musulmon xotin musulmon erkakda turmushga chiqsin. Buni aytadilar islom. Bir narsani aytadilar kuf. Nima? Bozorga kirasa shu pul bilan qancha narsa bo'lgan vaqtiga shunoq taroziga vesiga qoladilar. Aytadilarki shu pulga shuncha go'sht bo'ladi. Barobar bo'lgan vaqtiga shuni kuf aytadilar. Nikohga ham shu. Kim odamga barobar to'g'ri keladi? Kim? Birinchi islom. Islomni ko'ramiz, ha. Ikkinchi nima? Ikkinchi islom birinchi bo'lgan vaqtda ikkinchi amal. Fosiqga bermaydi ejmal. Fosiq g'am beradi odamni. Bizlar musulmonmiz. Musulmon mana yashaydi. Shu dunyoga to'g'larni ko'ramiz ko'chaga. To'g'q hech mahal mayna bilan yashamaydi. To'g'q bilan yashaydi. Ha? Mayna bilan yashaydi. Qalloq ham zog' aytamiz. Zog' bilan yashaydi. Zog' hech mahal chumchuq bilan yashamaydi. Yaxshi-da. Bir odam keladi, aytadiki, men birta xristiankani olaman. Ha, yaxshi, olasan. Qanoqa qilasan yerda? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar-ki, sizlar voy erkaklar, yaxshi o'ylanglar, fikr qilinglarki, yerda sizlarni balalarida kim sut beradi? Nimachi yo Rasululloh? Payg'ambarimiz aytadilar, har odam balaga sut beradi, bu iymon beradi. O xristianka tug'adi, sani balani sut beradi. Shu iymonni beradi sani balanga. Ona oilaga roli juda ham katta. Ona oilaga roli juda ham katta. Bizlar hammamiz kimni sutini ichganmiz? Onani. Islom aytadiki, payg'ambarimizki, "Voy, xotini yaxshi, mana intihoviy bir qilinglar. Sarosima bo'lmayinglar, yaxshi ko'ringlar. Bu xotin, bu kaji nepravильно bo'lgan vaqtiga oila nepravильно bo'ladi. Bala nepravильно bo'ladi. Nima uchun bu kunlarga hurmat yo'q? Onalar yomon. Onani 9% zarari yo foydasi oilaga yetadi. Ona judo ham masalasi katta. Payg'ambarimiz aytadilarki, bir odam keladi, men shun masihiy yo yahudlikda olaman, xristiankani yo yevreykani olaman, Xudoni taniydi. Aytadiki, men Xudoni taniyman. Yo, bu islom bir tanish bilan bo'lmaydi oxir. Islomda haloli bor, islomda haromi bor, islomda aytadi qilma. Bunaqa bo'lmaydiki, men Xudoni taniyman xolos. Yo'q, bu yerga amal kerak. Bunaqa bo'lgan vaqtiga mana mazhabni imomimiz Imom Abu Hanifa aytadilar, agar har odam til bilan aytsinki men musulmonman, bu yurak bilan tasdiq qilmagan vaqtiga hamma munofiq musulmon. Hamma munofiq aytadiki, men Xudoga iymonim bor, payg'ambarga iymonim bor, ammo amali yo'q. Bu yurak bilan tasdiq qilmaydi. Yurakka kirmaydi iymon. Tilga. Agar har odam aytsa, men til bilan aytmayman, yurakimga iymon bor, hamma xristian musulmon. Til bilan aytmaydi. Yuragi bilan biladiki payg'ambar Muhammad sallallohu alayhi payg'ambar. Yuragi bilan biladi. Til bilan aytmaydi, qo'rqadi. Islom yo'q. Islom nimami? Islom iymon ol kelasa, amalga ko'rsatasa. Masjid ketasa, juma ketasa, 5 vaqt namoz o'qiysa, haromga tegmaysa, oilani oq yo'lga hidoyat qilasa, aytasa, da'vat quloq solasa. Hazrati Imom Abu Hanifani so'radilarki, payg'ambarimizning hadisi juda ham ko'p. Qancha hadis bilan bu mazhabni samaqsadiga imorat qilgansan, mazhabda amal qilasan? Aytadiki, men 1 million hadis payg'ambarimizning hadisini bilaman. Subhanalloh. Imom Abu Hanifa aytadilar, men 1 million, bu hazil yo'q. Imom Buxoriy ham aytadigan 1 million bilaman. Imom Abu Hanifa ham aytadigan 1 million bilaman. 5 hadis bilan amal qilganman. Hamma hadis bilan bo'lmaydi oxir. Hadis ko'p. Hadis juda ham ko'p. Ming kitob hadis bor. Bu hammasi bilan amal bo'lmaydi. 5 ta. Birinchi qaysi hadis bilan? Payg'ambar Imom Abu Hanifa aytadiki, niyat hadis bilan. Payg'ambarimiz aytibdiki, hamma amallar niyat bilan Allohning oldiga qabul bo'ladilar. Niyatga shart. Niyating qanaqami? Niyating yo'ldoshing. Mana odam namozga nima bilan kiradi? Niyat. Zakotga nima bilan kiradi? Hajga nima bilan kiradi? Niyat bo'lmagan vaqtiga biror narsa qabul bo'lmaydi. Birinchi hadis Hazrat Imom Abu Hanifa qabul qildi niyat. Aytibdilarki,
Alloh amalni niyat bilan qabul qiladi. Niyat bo'lmagan vaqtiga amal qabul bo'lmaydi. Niyat yomon bo'lgan vaqtiga, fosiq bo'lgan vaqtiga, maqsad munofiq niyat, hammasi niyati bor. Niyati qancha bo'lgan vaqtda Alloh shunday amal yozadi. Birinchi hadis men amal qilaman shu. Ikkinchi hadis nimami? Kattakon imom aytadilarki, ikkinchi namoz islomga 5 ta stolp bor. Aytamizki, islomga shu maqsad islomning zidanisi 5 ta bor. Nimami? Shahodat, namoz, zakot, ro'za, haj. Hamma buni biladi, 5 ta bor. Ikkinchi hadis shu men amal qilganman. Niyating yaxshi, 5 ishni qilasan. Bu ham men tushundim. Uchinchisi nima? Kattakon imom aytibdilarki, musulmon kimda aytadilar? Musulmon payg'ambarimiz aytibdi, shu odamda aytadilarki, tili bilan qo'li bilan musulmonga g'am bermaydi. Uchinchi shu. Tili bilan musulmonga g'am berma, qo'l bilan urma, g'am berma, o'g'rilik qilma. Yukini maqsadiga o'g'rima. Til bilan g'aybat qilma, so'kma. Bu musulmon, bu seni birodaring. Shu uchinchisi hadis. To'rtinchisi qanoqay. To'rtinchisi shuki, payg'ambarimiz aytibdiki, birinchi xotin va erkak musulmonni birinchi aql, birinchi odati, farhangi, sunnati nima? Birinchi turadi Allohning aliga. Birinchi xotin yo erkak musulmonning axloqi shuki, bema'nilik ishni bas qilsin. Payg'ambarimiz aytibdiki, bema'ni ish ko'p. Bu kunlarga bema'ni, bizlarda hayotimiz bema'ni ketaydi. Bema'nosi yo'q. Bir odam 40 ga kiradi, bir ishlar qiladi, odam juda ham hayron bo'lib ketadi. Imom Buxoriy 63 ga o'lib ketadi, ishni qara. Qanaqa ish qiladilar. Imom Moturidiyni Tunog'imo Samarqand ketgan vaqtiga 35 gektar zaminda shunoq akademiya maqsad qilib taylabdilar Imom Moturidi. Bu kimmi? Bizlarga odamlar borlar 40 yilga 5 maqsad 40 yilga 60 yilga bir ishlar qilgan odam hayron bo'ladi. Bu kunlarga ko'p odam 100 ga kelgan ma'nosi yo'q. Hayoti yomon chiqib ketgan. Juma bo'ladi, juma bo'ladi, cho'mil. Yaxshi hidla qil, yugurib ket. Juma hajjul masokin. Quvvating yetmaydi, hajga ketgan, jumaga ket. Miskinlar hajga. Kambag'alda haji juma, bir savob yozadi hajda Alloh. 5 vaqt namozni harakat qil, aqlan bir haftada 1 marotaba, 2 marotaba jamoat bilan o'qi. Harakat qil, Qur'onda yod ol. Bu kunlarga ko'p bizlarga bema'ni hayot shinoq chiqib ketadi, hech nima. Boshni ko'taramiz 50 ga kiribdi, 55 ga kiribdi, 60 ga kirdi, hech nima. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bema'nilik ishni taylayna qilmayna. Ko'p odamlar ishli hayoti bema'ni chiqib ketgan. Mana shu oyga Ramazonga har odam ketdi, umrani qildi, sharoiti bo'lgan vaqtiga juda ham birinchi savobni Allohdan alaga oldi. Boshqa yilga bizlar bilmaymiz qanoq nima ish bo'ladi bizlar ustiga. Har kun bir ish chiqaydi. Bizlar musulmon. To'rtinchi masala Imom Abu Hanifa aytibdilarki, men shu hadis bilan amal qilimki, to'rtinchi hadis payg'ambarimiz aytibdilarki, musulmon xotinni, musulmon erkakni birinchi tarbiyati nima? Bema'nilik ishni bas qilsin. Qilmasin. Yomon ishni qilmasin. Beshinchi nima? Aytibdilar Imom Abu Hanifaki, men shu hadis bilan amal qildim. Parvardigorimiz, payg'ambarimiz aytibdilarki, haromni bizlarga ma'lum qildi. Mana shu harom, mana shu halol. Har odam haromni tanisi, shubha bor bir narsa. Shubha, o'zini niyat bilan, ixlos bilan, yurak bilan shunoq chiqasaki, shuni men yo'ymay. Odamga mana shunoq maqsadi niyatiga keladi, shunoq bir ziq bo'ladiki, halolmi, harommi, qanoqami, shu men hech maqsad kuya maqsad shu yuragimga kelmaydi. Maqsadi yuragim qisadi, qanoqa qilay. Payg'ambarimiz aytibdilarki, shubhaga kelgan vaqtiga, dalil yo'q halol bo'lgan vaqtiga sizlar taqvo qilinglar, Alloh sizlarga obro' beradi. Sizlarga Alloh taqvo beradi. Sizlarga Alloh nur beradi. Halolni Alloh ma'lum qilibdi, haromni ma'lum qilibdi, shubhani ma'lum qilibdi. Biron odam bu kunlarga yolg'on aytadiki, men haromni bilmayman, hammasi biladi.
Juda tur keyin boraman. Hech kim yo'qki bu kunlarga aytsak men haromni bilmayman. Yolg'on aytadi, hammasi biladi. Hammasi biladi cho'chqa harom. Hammasi biladi aroq harom. Hammasi biladi zino harom. Hammasi biladiki atani, onani g'am berishi harom. Hammasi biladi. Payg'ambarimiz aytibdilarki, Alloh buni barvaqtroq Alloh o'zi buni bizlarga nima aytibdi, beribdi, maqsadki ko'ringlar bandam, shu harom, shu halol. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar, bilibdilar, bir narsani sizlarga aytaman. Bir odamda aytadilar, cho'pon dahmarda mol boqadi. Molda ol ketadi. Kattakon shunoq agarod bor. Mol agarodda aliga maqsad alafti shunoq yeyib turadi. Bu odam ahamiyat bermaydi. Holi kirmaydi. Shunoq ko'zini ochadiki, hamma mol agarodni ichiga kiribdi. Harom shu. Haromga ehtiyot ber. Ishtma qilmaydi. Rafiq harom, jo'ra harom, o'rtoq harom, non harom keladi. Bir kunga shuni boshni ko'tarasanki, haromda o'rtasiga turibdi odam. Haromga ehtiyot qilish juda shart. Biron narsa fosiqmi, harommi, iflosmi ko'rma, ketma. Zarari yetadi. Iso alayhisolatu vassalom Injilga, Bibliyaga nasihat qilibdiki, bir joyga kattakon alovni uradilar, shu tereza ochga, shu alov shu juda ham dud vo'ydi ichiga kiradi. Alov qayergami? Juda ham uzoqga hid keladi, gunoh shu. Gunohni fikr niyat qilsa hidi keladi. Yurakni qara qiladi. Tavfiqni oladi. Hidoyatni oladi. Gunohni zikri yodi ko'rishi, o'rtoq gunohkor bilan o'tirish, bu bilan do'stlik qilish yurakni qattiq qiladi. Osta shayton keladi. Va so'a qarino, Qur'on aytadi, bu shayton yomon narsa. Shayton harom narsa, imonga tegadi. Ba'zida chiqib ketadi odam. Payg'ambarimiz bizlarga juda ham hamma yo'lni aytibdi. Hamma yo'lni bizlarga ma'lum qilibdi. Sizlarga bu kunlarda assalomu alaykum rahmat. Kim tog'ajon? Kelin Ramazon. Shu payg'ambarimiz hamma ishni bizlarga aytibdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hamma yo'lni bizlarga ochibdilar. 5 hadis bilan Hazrat Imom Abu Hanifa katakon imomimiz 5 hadis bilan mazhabini o'zi imorat qilibdilar. Hadislar ko'p. 5 hadis bilan amal qil bas bizlarga. Birinchi niyat, ikkinchi islomga 5 ta haqiqat bor. Hammamiz bilamizki, balam islomda nechata haqiqati bor? 5 ta. Kalima shahodat, namoz, ro'za, haj, zakot 5 ta. To'rtinchi, musulmonni qoli tili bilan g'am bermaydi. G'aybat qilmaydi, urmaydi, so'kmaydi. To'rtinchisi qanoqa? Birinchi turadi Allohda alagan musulmonni nimasi? Bema'nilik, yomon ishni bas qilsin. Beshinchisi nima? Harom halol ekolasamda Alloh bizlarga aytibdi. Hech kim aytmasin. Bu yolg'on, men haromni bilmayman. Hammasi biladi. Shu kunlarga hamma biladi. Hamma biladiki nima harom. 5 narsa bilan katakon imomimiz Imom Abu Hanifa mazhabini nima qildi? Imorat qildi. Bizlar Hanafi alhamdulillah. Buni bilish bizlarga shart. 5 narsa edi. Hadis ko'p. Bu kunlarga ko'p odamlar hadis olib keladi. Nima qilasan? 5 ta bilan amal qil hozir. Namozini vaqtiga o'qi, tamom. Ro'zani halol tut. Bala chaqani maqsad hidoyat yo'liga yaxshi nasihat qil. Ko'pi kerak emas. Ko'pi bizlarning islomimiz katakon. Ichiga dalil ko'p. Odamni boshi o'rgaradi. Shu masalani Imom Abu Hanifa bizlarga olib kelibdi. Nimachi bu gaplarni aytaman? Bu gaplarni shu masalaga aytamanki, bu kunlarga bizlarga xursandlik kun, sizlarga muborak bo'lsin. Bu ham hidoyat kun. Payg'ambarimiz aytibdilarki, 4 narsa hamma payg'ambarning kulturasi, sunnati. Birinchisi nikoh, alhamdulillah. Har odam bir xotin turmushga chiqadi. Bir erkak xotinga chiqadi, hamma payg'ambar xursand bo'ladi. Shayton payg'ambarimizning hadisiga shayton keladi. Shunoq o'zini qirqadi, o'zini uzadi, yig'laydi, baqiradi. Bizlar bilmaymiz. Payg'ambarimiz aytibdilar. Nimachi yo Rasululloh bu ishni iblis qiladi? Nimachi shuki bir erkak bir xotin nikoh qiladilar,
shayton keladi, dod uradi, yig'laydiki, meni 0.5% planim buzildi. Nikoh shaytonni ziq qiladi. Shayton yig'laydi nikohga. Nimachi? Akun bu kunlarga bu ikkitasi halol bo'ldilar. Uzuni shunoq uzadiki, menga qara kun keldi bu kunlarga. Alhamdulillah. Har ota, har ona balasini xotin beradi, qizini turmushga chaqiradi. Bu shaytonni ziq qiladi. Iblisni ziq qiladi. Iblis ziq beradi. Nima uchun? Uning plani buziladi. Yarim maqsad foiz va yarim plani buzilib qo'yib ketadi. Alhamdulillah. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilarki, har xotin, har musulmon turmushga chiqadi yo xotinga chiqadi, bu ikkolasini musulmon bo'lgan vaqtiga, namoz o'qigan vaqtiga, halol yashagan vaqtiga duo olinglar. Nima uchun? Biron parda bu odamni Allohning o'rtasiga yo'q, hamma narsa ochilgan. Bu maqsad domodi bu arusi duosini Alloh qabul qiladi. Nima uchun? Bular nikohga kelganlar. Bu kunlar hammasi rahmat kun. Osmon xursand bo'ladi, yer xursand bo'ladi, Xudo xursand bo'ladi. Hamma xursand bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytibdilar, har odam terkeladi, oilasiga xizmat qiladi, xotiniga non beradi, xotin terkeladi, turmushiga ovqat pishadi, turmushini kiyimini yuyadi, hurmat qiladi. Ikkolasim juda ham hurmatga, juda ham xursand bo'ladilar. Alloh buni o'rtasiga bala beradi, qiz bala beradi. Bu yerga qiz balani non beradi, balasini non beradi. Bizlarga hayotga xizmat qiladi. Bu yerkakni Alloh yerta kun shahidlar bilan mahshur qiladi. Bu yerkak shahid. Har odam xotiniga ishlaydi, balasiga ishlaydi, halol ol keladi, harom ol kelmaydi. Kambag'al ham bo'lgan vaqtiga Allohning yo'liga chiqmaydi. Nomusini shunoq qattiq tutadiki, meni xotinim, balam bu dunyoga yeyishga, ichishga azob tortmasin. Bu odam yerda o'lgan ketgan, bu odam shahid bo'ladi Alloh taolaga. Payg'ambarimiz aytdi, bu shahid bo'ladi. Bu kunlarga bu hammasi xursandlik. Xursandlik bu. Va bizlar ham duo qilamizki, Parvardigor sizlarning o'rtangizga hidoyat bo'lsin. Yaxshi balalar berilsin. Parvardigor sizlarni tavfiq yo'lga o'zi hidoyat qilsin. Nikoh shu, birinchi nikoh shuki, shunchaga maqsad ma'lumotlar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shariatiga bor, bizlar aytamiz. Ikkinchisi shuki, shukr qilish nima? Shukr qilish shuki, Allohga sajda qilish. Shukr qilish nima? Halol yeyish. Shukr qilish nima? Rost aytish. Shukr qilish nima? Odam hurmat qilish. Birinchi Xudoni hurmat qilish. Bir odam aroq ichadi, bir harom ish qiladi, bir odam nasihat qiladi, aytadi, bilaman. Inshaalloh men shu yo'lga qaytaman. Men qaytaman. Men bilamanki bu gunoh. Ham shuni bilaman. Bo'lgan vaqtiga odam islomga chiqib ketmaydi. Biladiki gunoh qilibdi, Alloh aytadiki, men bu bandaga tavba qilganimga kechiraman. Ammo aytdiki, bu hammasi yolg'on. Buni kim chaqiribdi? Aroq halol, zino halol, bu odam kofir bo'ladi. Nima uchun? Allohni hurmat qilmadi. Hurmatdan ko'p katta narsa. Bu kunlarga hurmatlar juda ham sinib ketdi. Bir odam Allohni hurmat qilmaydi, kofir bo'ladi. Allohni hurmat qiladi, gunohi bor, ammo kofir bo'lmaydi. Nima uchun? Hurmat qilibdi. Hammasi haq. Meni Alloh tavfiqimni olibdi, yaxshi bo'ladi. Inshaalloh yaxshi bo'ladi. Alloh bu odamni islomga chaqirmaydi. Ammo aytsinki, hammasi yolg'on, men bu o'zi kim chaqiribdi, buni kim aytibdi? Odam islomga chiqib ketadi. Islom shu. Nima uchun bu gapni aytaman? Allohni yaxshi hurmat qilinglar, balam. Ikkolang hurmat qilinglar. Allohni duo qilinglar. Namozini vaqtiga o'qinglar, halol yashayinglar. Masjidlarga ketinglar. Erkaklarga bu kunlarga mana 6-7 ta masjid. Juma kunlar ketinglar, jumani o'qinglar. Ramazonda yaxshi roza tutinglar. Bu dunyo muncha dunyo yo'q. Har kun bir odam ketaydi. Hammamiz ketamiz.
Hammamiz ketamiz, yaxshi yashayna. Shukr shu. Shukr baxshan yo'q, bu tasbihni shukr yo'q. Shukr shu. Namozni qazo qilma shu shukr. Shukr shu halol. Mana bu hamma narsa dasarxon halol. Bo'ladi-ku halol bilan o'tirish. Mana bo'ladi-ku halol yashash, halol ichish, halol yeyish. Mana bo'ladi, ishni qilmaydi. Bu hammasi mayli maloika keladi. Odamning ismini hammasini yozadilar. Allohda alaga olib ketadilar. Aytadilarki, shunoq maraka edi, shunaqa edi. Shunoq odamlar edi, yo Alloh, bizlar shohid. Ammo bir harom narsa bo'lmagan vaqtda maloika qochib ketadi. Bunqa gunoh, bunqa arvohlar bizlarga norozi bo'ladilar. Bunqa Alloh la'nat qiladi. Inson bir narsani bo'lmagan vaqtda qilgan vaqtda Alloh kechiradi. Bo'lgan vaqtda qilsan juda ham qattiq. Sizlarga bu ishda hammasini muborak qilamiz. Sizlarga Parvardigor tavfiq bersin, yaxshi kunlar bersin, yaxshi o'g'illar bersin. Robbana innana amanna. Amin. Faghfir lana zunubana va anta khairul fotihin. Amin. Ya Rabb.